ishlari Xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasining navbatdagi yig'ilishini boshlaymiz. Bugungi doimiy komissiyada muhokama qilinadigan masalamiz 5 tadan iborat. Kun tartibini belgilab oldik. Sizlarni tanishtiraman kun tartibi bilan. 5 ta masalamiz bor. Birinchi masalamizga Jondor tuman mahalliy byudjet daromadlarining bajarilish holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar kesimida byudjetga hisoblangan va amalda to'langanligi bo'yicha soliq qarzdorligi to'g'risida ma'ruzachimiz bu tuman davlat soliq inspeksiyasining birinchi o'rinbosari Fazliddin G'aniyevga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilarimiz. Men Jondor tuman soliq inspeksiyasining boshqa o'rinbosari Ali Fazliddin bo'laman. Demak, tuman mahalliy byudjet ijrosi 25-yil yakunlari va birinchi oylik ijrosi bo'yicha o'z hisobotini taqdim etar ekanman. Demak, 25-yilda mahalliy byudjet daromadlariga jami 4,2 milliard so'mga prognoz belgilab olingan edi. Mazkur prognoz o'tgan 25-yil davomida 67,4 milliard so'm yoki 3,7 milliard so'mga oshirilgan, ya'ni 5% ga uddalandi. Jami tushumlarimiz mahalliy byudjetda unga kirmaydigan boshqa soliq tushumlari bilan birga o'tgan yil 24-yilga nisbatan solishtirilganda 25-yilda 120% rostga erishdik, ya'ni 20% soliqlarimiz undiruvchanlik darajasini oshirdik.